Tibbiyot yo'nalishiga kirish imtihonlari 2026-yilning iyul oyida bo'lib o'tadi va men bu imtihonlarda qatnashishim shart emas. Sababi, qo'lga kiritgan 5 ta sertifikatim 2026-yilning fevral oyidayoq talaba bo'lishimni kafolatladi. 1 yil davomida Reskul o'quv markazida malakali ustozlar bilan tayyorgarlik ko'rdim. Biologiya fanidan 70.33 ballik A+ darajadagi sertifikat, kimyo fanidan 62.8 ballik B+ darajadagi sertifikat, tarix fanidan 78.44 ballik A+ darajadagi sertifikat, matematika fanidan 51.88 ballik C+ darajadagi sertifikat, ona tili fanidan 48.75 ballik C darajadagi sertifikatlarga egaman. Ushbu 5 ta sertifikat umumiy hisobda menga 187 ballni taqdim etdi. Meni to'plagan 187 ballim O'zbekistondagi barcha tibbiyot yo'nalishlariga o'qishga kirishimga imkoniyat beradi. Bu natijalarga erishishimga ko'makchi bo'lgan Reskul o'quv markazi ustozlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Reskul tartib intizom va sifatli ta'lim.